Bir odam eski kiyimlarni kiyib oladida, boshini egib, yelkalarini qisib, shumshayib ketyapti. Mana shu odam xushuli deyiladimi? Yo'q. Xushu qalbda bo'ladi dedik. Sen musulmonsan, qaddingni ko'tar, to'g'ri yur, g'oz yur, kiyimingni toza tut, pokiza bo'l. Odamlarning orasida bir shamdek, odamning yuzidagi holdek ajralib turgan. Musulmonligi bilan o'zingni aziz bil, diningni o'ldirma. Xushu unaqa bo'yindagi mana qilib, hali nima deydi, chololik bo'lib yurishlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-xushu'u mahalluhu al-qalbu va samaratuhu alal jawarih." Xushuning o'rni qalbdir, uning samarasi esa a'zolarda ko'rinadi. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari. Xushu qalbda bo'ladi. Bir odam namozda turib soqolini o'ynab turar edi. Soqolini o'ynab namoz o'qiyapti. Rasululloh uni ko'rib aytdilarki: "Law khasha'a qalbu hada la khashat jawarihuhu." Agar mana shu odamning qalbida xushu bo'lganida, a'zolarda ham xushu bo'ladi. Tushunarlimi?